qo'ying hurmatli do'stlar. Xo'p, biz обратный zaspikani boshqa ikkinchi sloyi ketyapti. Mana ustiga suv bostirilib, ikkinchi sloyda 10 tonnalik katoyimiz bilan vibratsiya bilan bosib chiqyapmiz. O'sha aytilgan obyektimiz bordi, shuni orqadan kamazda to'kib ketyapti. Bu taraflarda suv bor. Mana shu holatda qilib ishlarni bajaryapmiz. Xudo xolasa, oldingi qo'yilgan videoroliklarda aytilganida har kuni qo'yib boramiz. Orada dokumentlar chatalik uchun to'xtab qolgandi. Endi dokumentlarimiz tayyor bo'ldi. Boshlayapmiz endi bundan bari videolarimiz davomiyligi uzilmaydigan bo'ladi. Hammalarga rahmat. Obuna va like albatta esdan chiqmasin. Qurilishga oid foydali videolar doim bizda.